Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qolladı. Tulki bilan... Hey, bu tulki bilan da başlayıveramdı bunu. Ne bo'ldi? Şu emasmi? Balaga xas omaq. Ranglar chiqamamdi. Chiroyli chiqmamdi. Ha, tushundim. Unda osmonda bo'lsa shu qarab yiqinglar. Ma bo'ldi? Ma'qul. Tulki bilan chuja. Bir kuni qog'i daraxt ustida aram elayotsa, yeniga kaptar uchib ketdi. Ne verip geldim kaptar adaş? Chuji og'rib qoptikan, berib yo'qlab keldim. Yaxshi bo'pti do'stim. Tezroq saqayib ketsa, bili o'ynasak bo'ladi. Shuni degina, saqayib ketsa bo'ladi. Men chujini yo'qlab kelay-chi. Chuja og'rib qopti-da. Bu bir yaxshi bo'lsa, ularni tutib ap qachaychi. Saharni borayli-a. Tulka uchisig'i doktorning kiyimini kiyib, ko'z aynak taqib, chujilarning uyiga qarab mengibdi. Ishklachinglar. Men doktor. Tez ishklachinglar. Doktor keldimi nima? Yur, ishkimiz qarab boqayli. Sen joyingda jim yetib turg'in. Buludu, men saqlab turay. Shuning bilan ular eshik ochmoqchi bo'pti. Bir amal qilib uyga kirib olsam bo'ladi. Tez bo'linglar, tez. Men cho'jining kasalini ko'rgili kelgan doktor bo'laman. Biz opamning deganidek avval eshik kaynidan kim kelganligini ko'rib boqayli. Ondan ishni olsam bo'ladi, bildingmi? Shuning bilan chuja eshik aynikidan sirtqa qarabdi. Uning ushluq tumshug'i bor ekan. Doktorning kiyimini kiyyapti. Tulkining quyruqkan-ku bu. Bu aldamchi tulka. Ishklachinglar. Men degan rost doktor. Sen degan doktor emas, sen degan tulka. Sen bir aldamchi aski. Sana ishini herkes ichib bermaymiz. Yiroqlarga ketgin. Hey, ishni aytishdaymi? Men doktor. Men degan rost doktor. Endi ketmasang, biz otog'imizga telefon qilamiz. Uningdan sen qo'rqmamsan? Senlar mening oldam xaltamga tushmading. Hey, bek aqlli ekansiz. Ketdim bo'ldi. Shuning bilan tulka ochiqlab ketib qopti. Ajab yaxshi bo'ldi, og'rim ketdi. O'maqlar, sizlar bu hikoyadagi chujiladimi bek aqlli, to'g'rimi? Shunga notanish odamlar ishini chekkanda hargiz ochmanglar. Buni esinglarda chin saqlanglar, ha? Karton darsi. Balalar hayvonotlar qomusi. To'xu. Sizlarningmi dadanglar va opanglar bo'lganidek, kartondagi bu o'maq chujilarningmi dadisi va opisi bor. Ularning dadisi xo'roz, opisi mekyan bo'lib, bu o'maq chujilar tuxumning ichidan chiqib cho'ng bo'ladi. Ular don yeyishga bak kamroq. Ba'zida tehi kichik qurutlarni tutib yeydi. Ular dadisi va opisi bilan birga to'xu katkida yashaydi. 单词学习 狐狸 tulka 狐狸 小鸡 chuja 小鸡 母鸡 mekyan 母鸡 公鸡 xo'roz 公鸡 虫子 qurut 虫子 Lutfi shirkat salonini qitib bilishni unutmang. Bu salonni do'stlaringizga tavsiya qiling.